million 100 ming so'm bor baraka. Bor baraka. 3 million 100 ming. Qo'chqorda legendasi kelib qopti. Mana, oling. Siz uchun maxsus. Haqiqat bunaqa skamdan kam bo'ladi, akalar. Mana bu qarang, mana bularni qarang, akalar. Yemog'ish-mog'iga o'shaga bir hafta 7 kun 7 xil ovqat bilan sinab olaverasiz. Siz aynan siz sog'liqni zo'ridan, suluvlardan so'rayapsizmi? Mana. Keldi, topildi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli Qo'y biznes kanalining ashaddiy obunachilari, bizni muntazam kuzatib boradigan aka-ukalar, opa-singillar. Xudo xolasa biz yana video syomkalarimizda Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur qishloq Sariyoq qishlog'idan video syomkalarimizni boshladik. Xudo xolasa niyat qilib, menga ham nasib qilsin deb bitadan videoni boshida like ni bosib qo'ying. Mabodo videoni oxirigacha ko'rasiz, yoqmasa like-ingizni qaytarib olaverasiz. Biz yana o'sha Abrorbek do'stimizni qo'y firmalaridanmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Qahramonjon. Abrorbek, obunachilar, charchamasdan. Xudo xolasa keldi zo'rlari. Xudo xolasa Ishtahasi ham zo'r shekilli bo'lib qo'yiladi. ishtahasi ovqat yetkazolmaydi Qahramon. Yetkazolmaydi. Mashalloh. Haqiqatdan zo'rlardan kelibdi. Aytayapman, rostdan ham bitta like bosib qo'ying. Chunki rekka chiqishiga sizlar albatta yordam berasiz. Mana bu qo'ylarni qarang. Shularga like bosmasangiz bo'lmaydi. Narxini qo'ying. Narxi o'ta bomba bo'ladi, o'ta narxi arzon bo'ladi. Qahramonjon. Ha. Bash 60 gradus issiqda tovib keldi bu qo'ylardi. Xudo xolasa bitta like urib qo'yishadi. Xudo xolasa mehnat qadriga yetib. Xudo xolasa chertib olib kelganmiz Qahramonjon. Qo'ylardi. O'z videoda ham ko'rishadi. Yoqmayotgani yo'q qo'yda. Qo'yda yoqmaydigan vaqti yo'q ekan bu qo'ylar. Xudo xolasa qo'y qilaman, sog'liq qilaman, uzoq yillar bolasini olaman deganlarga mana Qahramon. Tortgan qo'yimni qarang. Mana, tortgan qo'yimni qarang. Go'zalligini qarang bu qo'ylarda. Tortgan mana. Hammasi bir-biridan go'zal qo'ylar. Xudo xolasa zo'rlardan ekan. Ular qo'zimasa to'g'liq o'tib qolgan, ular. To'g'liq o'tib qolgan Qahramon. To'g'liq o'tib qolgan. Hop. Yosh oyligi qanaqa ularning endi? Yosh oyligi Qahramon 8 oylik plus minusga. 8 oylik plus minusda. Bo'ybaslar qanaqa chiqyapti? Bo'ybaslar 70 plus minus. 70 plusda. 75 ham xotirjam, 80 ham bor. Men 70 plus minusga beray, borgandan YouTube'dan oldim. Internetda ko'rib oldim, bormadim degandan xursand bo'lib qolishsin. Xursand bo'lib qolishadi, xudo xolasa. Mashalloh. Soni necha bosh endi bulardi? Soni 30 bosh Qahramon. 30 bosh. Hammasi urg'och, ya? Hammasi urg'och. Xudo xolasa bu yildan keyinga kamiga 60 ta qo'y bo'ladi. 60 ta qo'y bo'ladi. Egiz chiqib qolsa xudo xolasa yo bu niyatni yaxshi qilish kerak. Xudo xolasa hammasiga egiziga beraman Qahramon. Xudo xolasa. Ha. Xudo xolasa zo'rlardan ekan. Imkon qadar tanish birodarlarga ham jo'natib qo'ying. Kep tepasiga ko'rib olsangiz ham maza qilasiz, ishqiboz bo'ladigan qo'ylar ekan. 30 bosh. Hammasi sog'lom, ha. Yeb bitishiga 7 kun 7 xil ovqat bilan sinab olishaveradi Qahramon. Sinab olinaveradi. Akalar, xudo xolasa qo'yni holatini ko'rib turibsiz. Ozgina oftobda bo'lganda, qo'ylar hammasi yaltiradi. Oxirga mana mayda jicha hashay bor ekan, o'shanga rosa tashlanib yeyapti ular. Bu sog'lomligidan. Qo'chqorga dam beradigan variantidan ekan. Oling, bunaqa quyruqlarga ham e'tibor berib qo'yishadi Qahramon. Dumbalarga ham haligi sog'liqni shunisiga qarab olishaveradi. Qo'chqorda dumbasi kattasiga chiqqan, lekin sog'liqda bunaqa tik dumba bunaqalariga e'tibor berib qo'yishaveradi Qahramon. Mashalloh, haqiqatan go'zallar ekan. Xo'p, endi buni yosh oyligini 7-8 oylikka berdik. Bo'yvaslari 70 plus 75 gacha. Xo'p, endi buni dastlabkasini qayergacha qilamiz? Dastlabkasi Qahramon. 12 ta viloyatga ketdi. 12 ta viloyatga. 12 ta viloyatga yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bor ekan, akalar, mana. Uyda turib bitta lakasani urib qo'yishadi, xudo xolasa 30 ta qo'y uylarga yetib kiradi. Yetib boradi. Akalar, xohlang sarig'inot, xohlang qora kashtinglardan, xohlang manaqa chiroyli svetlardan oling. Akalar, xudo xolasa tavsiya qilaman. Mana qo'ylar, qarang dumbalarini. Qo'chqorga haqiqatan dam beradigan va ham qo'ylar. Hammasi ham quloqlari pashti butun ekan, ozgina yeni bor ekan. Endi u pashti butun Qahramon kichkina endi tushirib qo'yilgan xolos. Kichkina endi tushirib qo'yilgan xolos. Endi qo'ydi maqtadik keragicha, lekin o'z-o'zini juda chiroyli maqtayapti. Buni narxi qiziq endi bizga. Narxi ham xudo xolasa yo'lida bo'ladi Qahramonjon. Xo'p, qani qo'lda bering. O'yinga ham sotgan ham barakasini bersin. Xudo xolasa yengil qo'yaylik. Buni Qahramonjon 4,5, 42, 43 deyish kerak yo'q. Og'inga ham sotganga ham Alloh barakasini bersin. 4 million so'mdan bor baraka. 4 million so'm. 4 million so'mdan 12 ta viloyatga ketdi. Telefon qilishadi, 30 ta qo'y uylarga yetib kiradi. Bitta lakasini urib qo'ysa bo'ldi. Qo'ydi qarang. Borgandan keyin pulini sanab berishaveradi Qahramon. Alloh. Borgandan keyin pulni berishaveradi. Borgandan keyin pulni berishaveradi. Xudo xolasa aka, oling. Uverim bo'lib tavsiya qilaman. Like-ni bosib, qo'llab-quvvatlab, otangga rahmat Abrorjon dingda, yarmini 15 tasini olaman deysa ham haydab bersa. Haydab olsa bo'ldi Qahramon. Ketaveradi. Ketaveradi. Buni ajratadigan yo'q ekan, akalar. Yo'q. Buni bundoqda 30 ta qo'yni olib boqing. Qarang, 5-10 kun, rasa bo'lsa 15 kunlik kichkina yoki katta bo'lishi mumkin.
xo'rangizga qamang. Sotayotganingizda inshaalloh bir xilda bo'lib chiqadi. Mana qo'ylar qarang. Qaysi birini tashlab ketganini ko'zingiz keladi aka. Qarang. Mashalloh. Qahramon, bu yildan keyingi o'z bolasidan chiqargan vajlar. Xudo xolosa ko'pchilik kommentariyada boshqalar yozyapti. Kishina qo'ylar anaqa 4 million so'mdan, 4,5 milliondan qo'y olamanmi? Yo'q. Qo'y tushunadigan odam o'zi ko'rganda biladi. Ko'rganda biladi. Hop, 3 million so'mlik qo'y 3 milliondan chiqardi qahramon. 3 millionlik qo'y 4 million chiqarib qo'ymaydi hech kim. Chiqarib qo'ymaydi. Hamma qo'y o'zi narxi bilan o'ziga vajiga qarab narx qo'yadi. Kam-kam xo'ra hamisha xo'ra. Kam-kam qo'ram hamisha qo'ram. Biz ham 3 million narsani, 3,5 narsani 4 million deb qo'ymaymiz. Qo'ymaymiz, to'g'ri. Endi buni kami bormi? Xayrini telefon qilsa, xudo xolosa o'tib beraman qahramon. Xayri bor. Xayri bor, o'tib beraman. Telefon qilsin, xudo xolosa kichkina qo'ylarman, mana qahramon, mana sariq, mana ikkita sariq. Endi sariqlarga ishqibozlar bo'lsa-da qo'shib naqirgayman qahramon. Ayirmadim, to'g'ri, ishlab kelgan, ayirmadim. Ranglisi ishqiboz bor-ku. Ishqiboz bo'ladi, rang. Svetni rangga ishqibozlar bo'ladi. Shunga ayirmadim. Akalar niyat qilib, haqiqatan like bosib, otangga rahmat Abrorjon deng. Xudo xolasa chiroyli qilib xayrini qilib beradilar. Endi qani, bitta kamini ham bo'ladi endi. Qahramon, xudo xolasa mana buni bir yeriga oldim, 30 tasini jo'nat deyishgan odamga ketdi, 12 ta bo'layotgan 3 million 800 ming so'mdan. Bor baraka. Realni. 3 million 800 ming so'mdan ketdi mana. Akalar 30 tasini telefon qilishadi, 30 ta qo'y uylarga yetib kiradi. Mana shu videoda qo'ylar, xudo xolasa aldab buni boshqa almashtirib qo'yish yo'q, xudo xolasa buni orqasiga o'ylab boqamiz. Ozgina sozgina foyda qilsa bizga o'sha haloldan kelsin bo'ladi. Bo'ladi. Xudo xolasa. Kam-kam xo'ra hamisha xo'ram. Ozgina bo'lsin. Ikkala tomon foyda qilsa, keyin qo'yda yoki pulda baraka bo'ladi. Akalar, og'rinmay oling, bu ham og'rinmay sotadi. Xudo xolasa zo'r narx bo'ldi. 100 mingdan o'tmadi. Mana 200 ming so'mdan o'tib berdi, 3 million 800 ming so'mdan. Bunaqa narx kamdan kam bo'ladi. Endi like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Biz keyingi partiyamizga navbatda beramiz. Yana bormi? Yana partiyamiz ko'p qahramon. Ko'p, ha? Ko'p. Menga sortli qo'yni kerak deyatrovdingiz-ku. Mana sizga sortli qo'y topib kelibdi Abrordek. Voy, bunaqasi kamdan kam bo'ladi, akalar. Mana bu qarang, mana bularni qarang, akalar. Voy, bunaqasi kamdan kam bo'ladi, akalar. Mana bu qarang, mana bularni qarang, akalar. Like bosmasangiz shunga bo'lmaydi. Xudo xolasa soni ko'pmas ekan, shoshiling. Bunaqasi kamdan. Hammasi tik dumba. Qarang, maşallah. Go'zalligini bo'lardi. Voy, ko'zingiz quvnaydi-ya. Haqiqatan 60 gradusda tallab sizlar uchun zo'rlardan ketdi. Mana. Soni nech bosh bo'ladi, Abrordek? Soni 13 bosh qahramon, 14 bosh. 14 bosh. 14 bosh. Ha. Qo'chqor sog'liq. Bitta sog'lig'i bor qahramon. Mana shu sog'liq. Go'zal sog'liq. Go'zal sog'liq ekan. O'ziga o'zini ham beramiz, ichida ham ketsin degani, ichida ham ketaveradi qahramon. Ketaveradi. Xudo xolasa qarang go'zallaklarini qo'ylardi, haqiqatan. Qo'yga xotirjam o'tirib, chiroyli qilib boshqatdan ekmatalar qo'y ko'rsa, ko'p negativ bunaqalar ko'rib qolaman. Misol o'zimnikda xudoga shukr shu kungacha negativ bo'lgan. Lekin boshqalarni ko'rsang, haligi qo'yiga misol uchun o'zim qo'y sotaman, qo'y tushunasiz. Chiroyli qo'y chiqarsa ham, qimmat ekan, unaqa ekan, bunaqa deydi. Yo'q, arzon usta, ustochilikda ham farqi bor-ku. 10 minglik usta bor, 20 minglik usta bor, 100 minglik usta bor. Farqi bo'ladi. Qo'y bilan qo'ydan farqi bo'lganda qahramonjon, mana qo'ylari. Maşallah, maşallah. Jonivor. Bizdan tulab bo'lganda, qahramon bunaqasi kamdan kam kiradi, haqiqatan. 2026 chempion qozonadi, shuni esa bo'laveradi. Haqiqatan. Xudo xolasa, haqiqiy go'zal ekan. Men havas qildim. Lekin skillar qilaman deysa, killaga ham, xudo xolasa zotga ham yetoradigan qo'zilar qahramon. Killa beradi, xudo xolasa. Xudo xolasa akalari bor. Bir kun video qilamiz bu yoqda qahramon, siz ko'rasiz. Hisori qo'y arashan deyshadi, hisori ham dam beradi arashanga. To'g'ri. O'zi kelib chiqishi, arashani kelib chiqishi Hisordon. Hisordonladi. Endi mabodo bizni gapimizga ishonmasangiz, YouTube'ga kirib, xotirjam ko'ring. Qarang qahramon. Mana aka go'zallaridan, siz boplaridan aka, siz bop, aynan siz bopi. Qo'y boqishni bilmaydigan odam ham sifatlisiga yopishadi, lekin sifatli ham sifatlisi bo'ladi. Mana o'sha hisori qo'ylarni tozalab. Mana bular oddiy qarang, oldin turib boshlangan. Qarinmasin. Birortasini kalla boshida juni yo'qda aka. Mashalloh, quloqlari ham uzun-uzunginar ekan. Endi qo'yni maqtadi keragicha. Buni soni 14 bosh dedingizmi? 14 bosh qahramon. Bitta sog'lig'i bor. Bitta sog'lig'i bor. Endi uni ham Ajla qo'shib qo'ysin. Qo'shib qo'ysin, ketaveradi. Baraka. Lekin chiroylisi ekan u ham, sog'lig'i ham. O'zini so'rab qolsa ham sotaveramiz. Ichida haligi ayirmadi-da, sherigi bilan keldimi, sherigi bilan sotaylik, haligi. Ichidan olib qo'yib, zo'rdan olib qo'yib, maydashlar qilmasdan. Qilmadik. Bir qora keldim, bir qora tushsin. Endi narxi arzonmish qilib. Narxi xudo xolosa qo'yga yarasha qo'ylar qahramon. 3,5 ming qo'y 4, soat 38 qo'ymayman. 2 millionlik 5 million qo'y bo'lmaydi. Hammani ko'zi ochiq, xudo xolosa chiroyli narx qo'yib beraman qahramon. Nech pul?
Bitta aytaman qahramon. Hop, Mana bu qo'yda. Ha. 14 tasini oldim deysiz-da. 12 ta viloyatga dastlabkasi bor buniki ham. Oldi qolsa 4 million 200 ming so'mdan olgan sotib Bor Alloh barakasini bersin. 4 million 200 ming so'mdan. 4 million 200 ming so'mdan Alloh barakasini bersin. Alloh barakasini bersin. Akalar, haqiqatdan arzon bo'ldi. Nimaga? Aka, Xudo xolasa bitta duo qilib boqing. Ozda baraka. To'g'ri, foyda qiladi. Foyda qilmasa sotmaydi savdoga. Lekin ozroq bilan, insof bilan mana qo'yilyapti. 4 million 200 ming so'mdan o'zingizda qo'lingizda bo'lsa, shu qo'yni 4 million 200 ga berasizmi? Yoki mana busini berasizmi 4 million 200 ga? Bermaysiz. Cho'ponni ham 1 yillab mehnat. Mehnat, ha? 1 yillab. Biz oddiy 2 kun issiqqa chiqib qolsak, misol chidag'imiz kelmaydi, yomg'irda chidag'imiz kelmaydi, qorda. Xudo xolasa mehnatiga yarasha cho'pon ham misol uchun 2 million 3 millionlab bermaydi qo'shiladi. Bermaydi. Shuni so'ragan o'zingiz ham uyolasiz. Haqiqat. Haqiqatdan shunaqa. Bitta cho'ponga ham bitta like va naq qo'yishadi. Qahramon otangga rahmat. Cho'ponga ham boqqanidan Xudo xolasa duo qilib qo'yishadi. Duo qilib qo'yishadi akalar. Xudo xolasa bo'lmasa mana 4 million 200 ming so'mdan hammasini bir joyga olsa ozgina xayri bo'ladi. Xayrini telefon qilib so'tib beraman. Xayrisi shu bo'lmaydi. Xudo xolasa kelib ko'rasiz, like qilsa hammasini tashlab beramiz qahramon. Xudo xolasa ustiga kelib qo'lni hakkan qilib so'rashsan yana xayri bor. Xayri bo'ladi. Akalar, bular qo'zi 7-6 oylik qo'zilar, boyvaslar 75 atrofida chiqadi, yemog'i chiqadi. Yemog'iga o'shaga bir hafta 7 kun 7 xil ovqat bilan sinab olasizlar. Videomiz ko'p cho'zilmasligi uchun biz keyingi paytlarimizga navbatni beramiz. Bizdan yiroqlashmang va bitta like bosib qo'ysangiz esdan chiqmasin. Akalar, Qo'chqorda legendasi kelib qopti. Mana, oling, siz uchun maxsus. Haqiqatan bugun bir haligi asli qo'yni yomonlab bo'lmaydi-yu, lekin haqiqatan maqtaydigan qo'ylar ekan. Ko'ring qo'ylarni, dumbalarini qarang. Bu qo'y, nimaga qo'zi demayapsiz? Qo'chqor bo'lib qolgan bu qo'ylar. E'tibor qarating. Tushundingiz-a o'zi? Xudo xolasa zo'rlardan ekan. Mana bularni qarang, go'zalligini, hammasi tim qora kashtanglardan ekan. Like bosib qo'ying, kalla boshlariga qarang. Qo'zini o'tib qo'chqorlikka yarab qopti. Yosh oyligiga necha oylik bo'ladi, Abrorlik? Yosh oyligiga qahramon 8 oylikka plyus-minusga beraylik. 8 oylik plyus-minusga beriladi. Endi ustida bo'lmaganmiz. Aslida biz o'ylashganda ancha biz 8 oylikka beramiz. To'g'risi, qarda ham qo'ysak 1-2 oy plyus-minusini aytaveramiz. Ustida bo'lmaganmiz, chunki haqiqat qilishadi, boshqa qilgani, so'ygani, hali qilib qo'yishadi, bo'lmay qoladi. O'shanga 2 oylik shunaqa minusini aytamiz. Asli qo'ylarda yosh oshig'i ham bor. Bor. Kelar, qo'ylar qarang. Mana shunga bitta like bosib qo'ying. Niyat qilib bosing aka. To'g'risida niyatga bog'liq, amallar niyatga bog'liq deb bekarga aytilmaydi. Qo'ylarni qarang. Bittadan like bosib, mayna qarasdan 100 tala, 1000 tala boqish nasib qilsin. Nasib qilsin. Mana qo'ydi. Raketa dumbasidan kerak deganlar. Mana qarang, go'zalligini qarang bularda. Qayerda nuqsoni bor? Qarangchi qo'ydi. Xolasa go'zal. Ularga ham e'tibor berib qo'yishadi. Qarang. Alloh qarang. Haqiqatan dumbasi raketasidan boqaman. Uzunidan kerak deganlarga mana qarang. Zo'rlardan ekan. Xudo xolasa like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Inshaalloh zo'rlari faqat shu qo'y biznes kanalida bo'ladi. Soni necha bosh bo'ladi? Son qahramon 20 bosh. 20 bosh. Hammasi qo'chqora? Hammasi qo'chqor. Yemoq uchun sog'liq salomatligini so'rash kerak yo'q, lekin baribir so'raymiz. Yemoq uchun 7 kun 7 xil ovqatdan sinab, 3 kun yana davotkasiga qo'shib olish bo'ladi. 3 kun yana davotkasiga qo'shib olish. Xudo xolasa mana aka, xudo xolasa qarang. Buni ajratmang, bitta oling. Qarang. Bir qo'ra boqadi. Bir qo'raqda boqadigan vaj ekan. Xudo xolasa. Endi Abrorbek bularda va dastlabkasi o'sha O'zbekiston bo'ylab. Narxi ham qulay, a? Narxi ham xudo xolasa qahramon yo'lida qo'yyapmiz, yo'lida qo'ysangiz keyin misol uchun 5-600 ming nali qilib 5 ta qo'yib qo'ymaymiz. Qo'ymaymiz, to'g'ri. Yengil qo'yilib, tez aylantirib o'zimizga yaxshi xudo xolasa bil arzon olgan odam, baraka qilgan odam bizdan bildan keyin ham kelib qo'limizni ushlaydi. Xudo xolasa yengil qo'yyapsiz. Qani, narxini. Narx qahramon, buni oldi qo'yishisi yo'q. Hop. 5,5 bozorda endi bozor. Lekin bu men optimmi? Xudo xolasa 5 million 5,5 yo'q. 5 million ham yo'q. Mana buni olishdan 4 million 700 ming so'mdan 12 ta viloyatga buni ham dastlabkasi bor. Yemoq ichmog'iga 10 kun garantiyasi bor. Ukor vaksinasi meni bo'ynimda bonusiga. Bor baraka. 4 million 700 ming so'mdan ketaveradi. Kami bor, a? Xayriga o'tib beraman qahramon telefon qilsam. Xayr ish bo'lmaydi. Xudo xolasa. Qarang, go'zalligini qarang, qo'yda qarang. Aka, oling. 5 milliondan oshiq qo'ylar ham bor bu yerda. Kep qiladigan zo'r joyda aytayman qahramon. Bitta maza qilsan. 4 million 700 ming so'mdan kelisdan shuni mana qo'yim siz uribsan ta ko'chish. 4 million. Kalla olsa. Kalla olsa 4 million 700 ming so'mdan. 4 million ketaveradi. Ketaveradi akalar. Haqiqatan 4 million 700 ming so'mdan kalla oling. Aytayapman, 3 million
3,5 millionlik qo'zini qarang, buni qarang. Bir xil ko'rinadi, lekin mana bu qo'y tepasiga kelib, ko'ring, bu kichkina qo'zimasida qo'shqor bo'lib qolgan. Bunday ko'rsatganda o'zi tushunyapsiz nimaligini. Xudo xolasa buni olib boqing. Bo'ldi mana, qarang Abrobek. Ko'rinma 700 ming so'mdan. Bitta gap. Ha. Yaqindan olgan yo'qsiz. Qo'ylar ichidan alekum bundan o'tirib yurami? Realni ko'rib olish o'zi qo'ylar. Bo'y bastini ham. Mana 80 turib qo'yadi qo'ylar, qahramon. 80, lekin 75 turishga berasiz. Ha. Qo'rqonsiz olingan yo'q. Realni chiqsin, xudo xolasa borgandan keyin Abrorjon otangga rahmat. Qo'ylar qarang. 4700 ga ham ketaveradi. Ketaveradi. Nima bittani tanlashadi, 4700 so'mga, 700 mingga xudo xolasa hammasini olsa, bittalib qolmasin, hammasini olgan. Qahramon. Narxini qo'yamiz. Hammasini 20 tasini olishadi-ya. 100 ming sizga, 100 ming obunachilaringizga mana buni 4 million 500 ming so'm olgan. Bor aka. Barakasini bersin. Aka, oling mana, oling. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. 4 million 500 ming so'mdan. Hammasini bir joyga olib qo'ying aka. Ketaveradi, qarang. 5 milliondan ziyod sotiladiganlari ham bor. Lekin qarang, tallavosh 4 million 700 ming so'm. Hammasini 4,5 million so'mdan. Qaysi birini tashlab ketganini ko'zingiz quvnaydi aka. Ko'zingiz qiyadi demoqchiman. Mana buni qarang, mana buni qarang. Mashalloh deb like bosib, niyat qilib keting. Xudo xolasa bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Tezda aloqaga chiqavering. Ko'k, sariq, kashtak. Hamma rangidan ketdi. Like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi mana aka. Kashtak. Xudo xolasa raketa dumbalari hammasidan bor ekan. Like bosib qo'llab-quvvatlab turibdilar. Narxini ham bomba qilib beraman sizlarga. Qani bir ko'ramiz. Soni necha foiz bo'lardi? Soni 20 ta qaraman. 20 ta. Qo'shqor sog'lig'i? 7 ta sog'lig'i bor. 7 ta sog'lig'i bor. 10 ta qo'shqor. Kerak. Go'zalligini qarang, mashalloh. Oling mana qizilini oling, oling ko'kini oling, oling qorasini oling, oling hammasini oling. Men hammasini tavsiya qilaman. Yosh oilaga qanaqa bo'lardi? Yosh oilaga qahramon 3-4 oylik. 3-4 oylik plyus-minus. Kattasi ham bor. Endi yoshroqlari ham bor, yoshroqlari mana. Mana shular yosh kelajak. Bitta e'tiborli to'g'rimi? Yoshlari mana shular. Bo'ylari 65-70 bo'ladi. 65-70 endi kishilar narsan bo'yiga to'g'ri savash Mana bosmaymiz xolasa. Mana so'lmi? Mana so'lmi. Xudo xolasa bor ekan. Endi qarang. Buni videoyim cho'zilib ketyapti. Narxi qiziq biz uchun. Hammasini bir joyga olishadi. O'zbekiston bo'ylab dasturga qilib beradi. O'zbekiston bo'ylab dasturkasi bo'ladi. Ha. Yana bitta gap qaraman. Mana qo'ydi olishsan, xudo xolasa bitta mashina olinsa ham 70 ming 80 millionga olinsa, bir yildan keyin sotsa 50 million sotishyapti. Mana bu qo'ydi olishsin, sababini qilsin, xudo xolasa bir yildan keyinga qo'ygan ham shu qo'ylar o'zlariga qolib, yana bitta mashinaga pul chiqarib beradi qo'ylar. Sababini qilsin, xudo xolasa. Kerak. Qo'yadigan. Nech pul? Qahramon buni oldi qochdi gap yo'q. Xo'p, bir joyga. Bir joyga 12 ta bo'ladi, bu ham ketaveradi 3 million 100 ming so'm bor aka. Bor aka. 3 million 100 ming. 3 million 100 ming so'mdan ketaveradi. Hammasi bir joyga. Hammasi bir joyga. Like bosib qo'llab-quvvatlab qo'ying. Xudo xolasa, haqiqatan qarang go'zalligini qo'ylardi. Inshaalloh aytayapmiz-ku. Qarang, 20 tasini olsangiz 3 million 100 ming so'mdan 62 million pul bo'ladi. To'g'ri aytdilar. Narxi oshadigan narsa albatta chorva bo'ladi. Chunki barakali narsa ham. Oldi sog'liqlari qochib qolsa bir yildan keyin to'p beradi. Boboda yetalab boqaman desangiz ham zo'r bo'ladi. Shunda kelib bo'lib olaman deysan ketaveradi. 3 million 100 mingdan. Tanlab olsa pulisi bor lekin. Pulisi bor. Shoshiling. Xudo xolasa zo'r ekan. Like bosib qo'llab-quvvatlab qo'ying.